Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari, qadrli futbol sevar do'stlar. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Sport telekanali barcha futbol ishqibozlarini teleekran qarshisiga chorlaydi. Valensiya shahridagi Mestalla stadionida yana bir necha daqiqalardan so'ng Ispaniya Kubogi final uchrashuvi boshlanadi. Barselona Real. Albatta barchamiz sabrsizlik bilan kutmoqdamiz mana shu uchrashuvni. O'ylaymizki, bu safar ham mana shu o'ziga xos ajoyib futbol spektaklidan bahra olamiz. Uchrashuvni men hamkasbim Davron Fayziyev bilan birgalikda sharhlab boraman. Davron. Assalomu alaykum. Final Copa del Rey Qirol Kubogi. Eng qizig'i mana shu Qirol Kubogiga Ispaniya qiroli yetib kelishga ulgurmasligi ham mumkin edi. U Fors ko'rfazidan samolyoti texnik sabablarga ko'ra uchishi kechiktirildi, lekin mutasaddilarning xatti-harakatlari bilan boshqa uchish vositasi, ya'ni albatta samolyot, faqat boshqa samolyot topilib yetib keldi qirol va hozirgina bundan avval uni namoyish etishdi. U stadionda u kubokni balki topshirar. Ispaniya Kubogi final uchrashuvi mana shu o'yinga qadar undan oldingi play-off o'yinlarida to'qnashuvlar 2 uchrashuvdan iborat bo'lsa ham bu ikki klub biror marta mag'lubiyatga uchragani yo'q. Real biror marta gol o'tkazib yubormadi. Barselona esa gollar urish bo'yicha natijasi eng yuqori bo'ldi. Ikki xil rekord bilan ular mana shu final o'yinigacha yetib kelishdi. Mana endi Mestallada 100% yana to'qnashdi. Ha, to'g'ri aytdingiz. Har ikkala jamoa a'zolari haqli ravishda finalga yetib kelishgan va mana e'tibor bering, Mestalla stadioniga 55 mingdan ziyod futbol ishqibozlari tashrif buyurishgan. Bu esa Gerardo Martino. Umuman bu safar ham mana shu uchrashuvning qizg'in kurashlar ostida o'tishiga shak shubha yo'q. Carlo Ancelotti ham diqqat e'tiborini faqat va faqat o'yinga qaratishi turgan gap. O'zi birinchi qur'a tashlanganidan so'ng bu ikki jamoa ikki xil yo'nalish bo'yicha borishi ma'lum bo'lgandan keyin muxlislar finalda klassikoni ko'rishni orzu qilishdi. 2011-yildan beri ular finalda to'qnashmayotganda ularning finallardagi to'qnashuvlari, kubok finallaridagi to'qnashuvlari bo'yicha hisob 3-3. Bugun g'alaba qozongan ana shu ustunlikni qo'lga kiritadi. Kubokda 7-bor finalda ushbu jamoalar to'qnash kelishyapti. Cristiano Ronaldo muxlislar qatorida bugun. Lekin Davron, bilasizmi, mana shu Cristiano Ronaldoning yo'qligi ham yoki o'sha Pikening yo'qligi, Barselona jamoasining ketma-ket ikkita uchrashuvda mag'lubiyatga uchragani ham mana bu o'yinning qiziqarli o'tishiga to'sqinlik qila olmaydi. Albatta, klassiko futbolchilarga, vaziyatga, ma'lum bir davrga, murabbiylarga bog'liq emas. Bu alohida voqea, bu alohida futbol olamining eng katta to'qnashuvi. Mana Realning jarohat olgan o'yinchilari Arbelo, Cristiano, Marcelo, Khedira Barsa safida ham Pike ham namoyish etildi. Biroz uchrashuv boshlandi. Demak, Real jamoasi a'zolari o'yinni boshlab berishdi oq rangli kiyimda. Real futbolchilari, Barselona jamoasi a'zolari esa qizil sariq rangli kiyimda. Demak, Davron, birinchi bo'lib tarkibdan boshlaymiz, tarkibni tanishtirishni. Demak, bugun Barselona jamoasi quyidagi tarkibda maydonga tushgan. Jose Manuel Pinto darvozada 13-raqam ostida. O'zi buni bu darvozabonni ko'pchilik aynan kubok darvozaboni deb yaxshi biladi. Oldingi murabbiylar davrida ham Jose Manuel Pinto aynan kubok uchrashuvlarida darvozani himoya qilgan. Himoyachilar 22-chi Dani Alves, 15-chi Mark Bartra, 14-chi Javier Mascherano, 18-chi Jordi Alba. Yarim himoyada 16-chi Sergio Busquets, 6-chi Xavi, 8-chi Andres Iniesta, 4-chi Cesc Fabregas, 11-chi Neymar hujumda, 10-chi Leo Messi. Bu hammasi nisbiy tushunchalar, kimdir hujumchi, kimdir yarim himoyachi sifatida qayd etilgan. O'yin davomida esa ular joy almashib harakat qilishlari mumkin. Bosh murabbiy Tata Martino. Real Madrid darvozada Iker Casillas. Hozir Real jamoasi a'zolarining mana shu hujumini ham ko'rib olamiz. Chap qanotdan ular oldinga qarab borishmoqda. Bu yerda Coentrao bugun ham aynan mana shu futbolchi maydonda. Demak, 3-chi Pepe, 4-chi Sergio Ramos, 5-chi Fabio Coentrao, 15-chi Daniel Carvajal, 11-chi Gareth Bale, 14-chi Xabi Alonso, 19-chi Luka Modric, 22-chi Angel Di Maria, 23-chi Isco va 9-chi Karim Benzema. To'p bilan Barselona futbolchilari to'pga egalik qilish bo'yicha
albatta bugun ustunlikni qo'lga olishga harakat qilishadi. Buni Carlo Ancelotti ham o'yindan avval aytib o'tdi. Barselona to'pni egallab olish xususiyatiga ega. Biz mana shunga imkon qadar yo'l qo'ymasligimiz kerak deb. Martinoning fikrlari ham albatta raqibga nisbatan to'g'ri baho berish bilan boshlandi. Biz qanday klub bilan uchrashib turganimizni yaxshi bilamiz. Oldingi o'yinlar natijasi inobatga olinmaydi. Bu alohida final. Finalda esa biz har qaysi finalda biz g'olib chiqishga intilamiz. Haqiqatdan ham finalda boshqa bir holatlar chetga surib qo'yiladi. O'zi har bir El Clasico alohida final. Neymar yiqilmoqda. Sariq kartochka kimga? Uchrashuvni Mateo Laos boshqarib borayotganligini ham ta'kidlab o'tamiz. Sergio Ramosga. Iskoga 3-daqiqadayoq sariq kartochka ko'rsatmoqda Mateo Laos. Bilasizmi, Laosni bir necha yil avval Ispaniyada o'ynashga imkon beradigan, ya'ni uncha vaziyatlarga e'tibor qaratmaydigan hakam sifatida bilishardi. Lekin bu hakam o'z ishlash uslubini o'zgardi va tadqiqotlarga ko'ra aynan mana shu mavsumda o'zining kartochkalar bo'yicha rekordini yangilab boryapti. Barcha mavsumlarni hisobga olganda va bu uning hayotidagi ikkinchi El Clasicosi ekanligini ham ta'kidlab o'tish zarur. Demak, aytib o'tdik, bu final uchrashuvi, shu bois ham balki bugun biz qo'shimcha vaqtlarni ham ko'rishimiz mumkin, balki penaltilar seriyasini. Xullas, hozircha o'yinni kuzatishda davom etamiz. Barselona jamoasi a'zolari to'pni nazorat qilishmoqda. Ko'raylik ana shu yarim soat qo'shimcha vaqtni, chunki bu o'yin qancha uzoq davom etsa muxlislarga shuncha qiziqarli. Hozir esa Barselonaning hujumi, to'p maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Nima bo'ldi bu yerda? Aynan Barselona futbolchidan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va darvozabon to'pni o'yinga kiritib beradi. Jordi Alba oldinga qarab borgan ekan. Carvajal to'p uchun kurashda to'g'ri. Oxirgi paytda, mana oxirgi pallada to'p aynan Albaning oyog'iga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Jordi Alba albatta bu yerda Messi emas, Alba o'z qanotidan oldinga borgan edi. Endi esa Real o'zining navbatdagi yurishini boshlamoqda. Bugun Iker Casillas El Clasicoga qaytdi desa ham bo'ladi, chunki oxirgi to'qnashuvlar chempionat doirasida o'tkazildi. Ancelotti esa chempionatda Lopesni asosiy tarkibda maydonga tushirishi muxlislarga juda ham yaxshi ma'lum. Mana Iker yana safga qaytdi kubok doirasida. Hozir esa Barselona futbolchilari hujum boshlashga harakat qilishmoqda. Pepe oldinga chiqdi. To'pni Iskoga yetkazib berdi. Isko esa chap qanotga bu yerdan katta tezlikda Coentrao oldinga boryapti. Yo'q, bu Gareth Bale edi, albatta. Gareth Bale chap qanotda. Bugun Cristiano Ronaldoning o'rnida aynan Bale harakat qiladi. O'ng qanotga esa Di Maria o'tib oldi. Shunda Isko Di Marianing asli egallab turgan o'rni bu mavsumda markaziy yarim himoyachi, hujumlarni boshlab beruvchi markaziy yarim himoyachi vazifasini bajaradi. Barselonada esa bugun uchlik Neymar, Fabregas hamda Messi hujumda faollik ko'rsatishga urinishadi. To'p bilan Barsa. Tezkor qarshi hujum ancha xavfli tus oldi. Realning Balening zarbasini ko'rdik. Endi esa Iniesta oldinga qarab bormoqda. Raqib futbolchilarini aldashga kirishib ketdi. Alba, Iniesta. Barselona futbolchilari Xavi o'ng qanotga hujum ko'chdi. Alves to'p jarima maydonchasi ichida va darvozabon osonlik bilan to'pni egallab oldi. Karim Benzema to'pni qabul qila olmadi, lekin sheriklari faollik ko'rsatib to'pni olib qo'yishdi. Bu yerda Sergio Ramos to'pga egalik qilyapti. O'yin qoidasi buzildi, lekin to'p Realda qoldi. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Di Maria hujumchilar tomon to'pni yo'naltirdi. Bu yerda hozir Gareth Bale markaziy hujumchi o'rnida paydo bo'lmoqda va Realning hujumi. Gareth Bale zarba va hozir noaniq zarba berdi Gareth Bale. O'ng oyog'iga to'p to'g'ri keldi. Aslida Bale, bilasiz, chapaqay. Ha, albatta, takroriy lavhani yana bir bor ko'ramiz. Bu safar biroz rikoshet holatda to'p o'z yo'nalishini o'zgartirdi va himoyachi ham xalaqit qilgan ekan. Mana Benzema o'z sheriklarini yaxshi imkoniyatga chiqardi. Mascherano xalaqit qildi va burchak zarbasi tezkorlik bilan to'p o'yinga kiritib berildi. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurash. Real jamoasi a'zolari ham hozir diqqat e'tiborini hujumga qaratishmoqda. Davron, bilasizmi, Barselonaning Primeroda chempionlik uchun kurashda imkoniyatlari biroz pasaygan va ularning taqdirlari o'z qo'llarida emas. Lekin mana bu musobaqada hammasi ularning
o'zlariga bog'liq va aks holda ular sovrinsiz qolishlari ham mumkin. To'g'ri, lekin La Liga borasida ham fikr bildirishga shoshmagan bo'lardim, chunki misol uchun Real ham 1 ochko ortda boryapti, 1 ochkoga ilgarilab ketgan. Bu yerda menimcha hali imkoniyatlar teng desa ham bo'ladi. To'g'ri, Atletico oldinda, lekin ko'rish kerak, chunki so'nggi turda Barselona Atletico bilan hali o'ynaydi, ochko olib qo'yishga harakat qiladi. Madridning Real jamoasi esa 3 ta frontda kurash olib boryapti. Hali albatta Bavariya jamoasiga ham ancha qiyin bo'lishi turgan gap. Undan tashqari mana shu Primeroda hozirgina aytib o'tdingiz, Barselona va Atletico jamoalari o'rtasidagi o'yin ularga ham qo'l kelib qolishi mumkin va nihoyat mana bugungi uchrashuvda albatta ularning taqdirlari ham o'z qo'llarida. Barsaning bugungi uchrashuvdagi asosiy muammosi himoya chizig'i edi. Pikeni yo'qligida uning o'rnini kim egallaydi degan savol tug'ildi. Misol uchun Bartra varianti, Bartra ham 100% o'yinga tayyormi yo'qmi degan savol o'rtada turgan edi. Bartrani Martino tanladi va mana markaziy himoyachilar juftligini ko'rishimiz mumkin. O'yinni davom ettirsa bo'ladi deb ko'rsatyapti Mateo Laos. Bahsli holatlar boshlanib ketdi. O'yinga start berilishi bilan bahsli holatlar boshlanib ketdi, ayniqsa muxlislar o'rtasida. Laos suhbatlarni to'xtatishni talab qilyapti. Bu Andres Iniesta, bu odatda ortiqcha e'tiroz bildirmaydigan futbolchilar sirasiga kiradi. Bu yerda albatta u foul ishlatdi. Mana bu yerda esa albatta raqibidan o'tib ketishga ulgurgan ekan. Di Maria hakamdan sariq kartochka so'radi. O'sha vaziyatda Iniesta raqibning orqasidan biroz qo'pollik ishlatgan. 9-daqiqa 0-0 va yana Madridning Real jamoasi a'zolari hujumda. Carvajal bugun ancha faol harakat qilyapti. Carvajal aynan faollik borasida, hujumga qo'shilish borasida Arbeloadan ustun hisoblanadi, lekin Arbeloada tajriba katta edi. Shu sababli ham kimga qanaqa, balki bu yo'qotishdir, balki Carvajal uning o'rnida yanada foydali harakat qiladi. Mana shu jamoalar o'tgan mavsumda ham finalda sinashgan va o'shanda Cristiano Ronaldoning yagona goli evaziga Real g'alaba qozongan edi. Lekin bu mavsumda ikkita uchrashuvda Barselona g'alabaga erishdi, 2-1 va 4-3. 3 yil avvalgi finalni nazarda tutyapsiz. Demak, Iniesta, Messi shoshilmasdan to'pni o'zida saqlab turibdi. O'ng qanotga hozir hujum ko'chadi. Xavi to'pni o'ng qanotga yetkazib berdi. Barselona futbolchilari hozircha to'pni nazorat qilishmoqda va e'tibor bering, bu yerda to'pni raqiblariga berib qo'yishdi. Tezkor qarshi hujum borasida Real ancha hozir o'yindan tashqari holat yo'q. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Di Maria yaxshi imkoniyat, zarba, gol! Real uchrashuvda hisobni ochmoqda. Angel Di Mariyaning zarbasidan so'ng Madridning Real jamoasi a'zolari hisobni ochdi. Mana sizga o'sha tezkor hujum. Qarshi hujum desak, menimcha to'g'ri bo'ladi, Davron. Haqiqatdan ham bu yerda Barsa to'pni egallab turgan edi, pozitsion hujum boshlanayotgan edi, lekin chap qanotda tezkor to'pni egallab olish natijasida to'p Di Mariyaga yetkazib berildi. U yerda ikkita to'p uzatilishi va Di Mariya deyarli darvozabon bilan yakkama-yakka chiqib ketdi. Mana e'tibor bering. Isco to'pni egallab oldi. Gareth Bale edi adashmasam, mana bu yerda ofsayd yo'q. Ofsayd yo'q. Bir chiziqda turgan edi Di Mariya himoyachi bilan. Di Mariya sovuqqonlik bilan o'ynadi. Bu yerda birinchi urinishdan zarba bermadi, to'xtalish qildi. Bale, Benzema, uzr so'rayman, Bale emas, Benzema to'pni uzatgan edi. Va to'p himoyachining oyoqlari orasidan o'tgan. Pinto esa ulgurmadi. Mana Alba to'pga tashlandi, to'p uning oyoqlari orasidan o'tib va shu bilan birgalikda Pintoning qo'liga tekkan holda darvoza to'ridan o'rin egalladi. 11-daqiqada Real futbolchilari hisobda oldinga chiqib olishdi. Cristiano Ronaldoning va Marceloning xursandchiligiga e'tibor bering. Hatto jarohatlar ham esdan chiqdi menimcha. 11-daqiqada demak gol urildi. Uchrashuv davom etadi. Benzema to'pni egallab oldi. Undan oldingi vaziyatda u assistentlik qildi. Vaziyatlarni hal qilishda unchalik ham faollik ko'rsatmagani uchun muxlislar tomonidan ko'p tanqid qilinayotgandi Karim Benzema, ammo mana bu yerda foydali o'ynadi so'zsiz.
qarshi hujumda tezkorlik bilan to'pni yetkazib berdi. Endi esa Barselonaning javobi unutmaslik kerak. Albatta, Ispaniya chempionatining ikkinchi davrasidagi to'qnashuvda Real bir uchrashuv davomida hisobda ortda bordi, ammo Barselona iroda namoyish etib yakunda ustunlikni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldi. 2-1 hisobda oldinda borayotgan edi Real, esingizda bo'lsa. Hozir esa 1-0. Benzema to'pni hujumdagi sheriklariga yetkazmoqchi bo'ldi. Hozir Di Maria bosim uyushtirgan edi, ammo to'pni egallab olishni uddalamadi. Natijada Fabregas chap qanotda to'pni egallab olib oldinga intilmoqda. Xavi bilan o'ynadi. Xavi sheriklari ochilishini kutmoqda. O'ng qanotda Dani Alves odatdagidek faollik ko'rsatyapti. Unga qarshi Isco hamda Coentrao va to'p jarima maydonchasi ichida. Hammasi bu yerda nazorat qilindi Pepe tomonidan. Biroz to'pni qo'yib yuborgandek bo'ldi, lekin Casillas to'pni egallab oldi. Barselonaning hozir sekin-asta albatta bosimini ko'rsak ajab emas. Klub hisobda ortda borayotganda anchagina katta kuchni hujumga tashlaydi. Jordi Alba. Real jamoasi a'zolari esa ikkinchi tezkor qarshi hujumdan unumli foydalanishdi. Birinchisida himoyachilar amallab xavfni bartaraf etishgan edi, lekin bu safar haqiqatan ham tezkor qarshi hujum unumli tarzda yakunlandi va Di Maria, albatta bu yerda Benzemaning ham va Di Marianing ham xatti-harakatlarini alohida ta'kidlashimiz kerak. Di Maria o'zi so'nggi paytlarda Realning eng yorqin o'yin namoyish etayotgan futbolchilardan biriga aylandi. Bu yil haqiqiy nimalarga qodir ekanligini ko'rsata olyapti. Iniesta to'pni o'zida saqlab turibdi. Yo'q, bu safargi kombinatsiya oxirigacha yetmay qoldi, lekin Real futbolchilari ham to'pni yo'qotishdi. Yana o'ng qanotdan Iniesta hammasini yaxshi o'yladi. Fabregas to'pga ulgurmadi. Himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. Tezkor qarshi hujum va o'yin qoidasi buzildi. Yo'q, hakam o'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatmoqda. O'ng qanotdan Barselona hujum tashkil etmoqda. Qanotlar juda faollik bilan ishga solinyapti Barsa tomonidan. Xavi sheriklari ochilishini kutdi qanotga. Yana yuqoridan bu yerda Pepe. Juda qiziq holat. Barselona so'nggi paytlarda ko'pincha to'pni yuqoridan uzatishni odat qildi. Buni biz oldingi uchrashuvlarda ham kuzatib bordik. Eng qizig'i bo'y borasida, misol uchun unchalik ham boshqa sheriklarga nisbatan baland hisoblanmaydigan Messi bir necha bor bosh bilan zarba berishga intildi. Va ko'ramiz, bugun ham bu uslub ko'p qo'llanilyapti. 3 marta o'ng qanotdan Dani Alves to'pni jarima maydonchasiga yuqoridan yetkazdi. Barselonaning hujumi, to'p uzatishlar, Alba, Busquets. Nima bo'ldi bu yerda? O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Albatta bunday bahsli holatlar ko'p bo'ladi, ayniqsa Sergio Ramos ishtirok etadigan o'yinlarda. Neymar asabiylashmoqda. Hozir albatta raqib jarima maydonchasi ichida takoy lavhani ko'ramiz. Bu yerda hakam hammasini ko'rib turibdi. O'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatdi va to'g'ri aytdingiz, bunday bahsli holatlar hali o'yin mobaynida ancha davom etsa kerak. Klassikoda boshqacha bo'lishi mumkin emas. Oddiy, tinch, hech qanday ehtiroslarsiz o'tgan o'yinni eslay olmayman. Yo'q, bu yerda Coentrao faqatgina raqibiga imkoniyat bermadi xolos. O'yin qoidasi buzilgani yo'q. Bu yerda Coentrao Neymarga nisbatan hech qanday javob qaytarmadi-yu, lekin Pepe o'z uslubida. Kimga sariq kartochka? Lekin tan olish kerak, Mateo Laos kartochkalar ko'rsatishda biroz shoshilyapti. Agar bunday tarzda davom etsa, qizil kartochkaga albatta yetib kelamiz. Iscoga sariq kartochka ko'rsatdi. Hozir esa
albatta aniqlik kiritish kerak. Qaysidir futbolchiga mana hakamning qo'lida Neymarga ham sariq kartochka. Boya Koedrao bilan kechgan vaziyat uchun menimcha, demak, har ikkala jamoada ham bittadan kartochka, o'yin davom etadi. Pepe'ga ham sariq 2-1 kartochkalar bo'yicha Pepe'ning sariq kartochkasini alohida eslab qolish kerak. Pepe hali ko'p bunday vaziyatlarda qatnashishga majbur. Menimcha, ko'pincha u shunchaki ehtirosini bosa olmagani uchun kartochkalar oladi. Kuzatishda davom etamiz. To'p bilan Xavi. O'ng qanotdan hujum tashkil etilyapti. Real futbolchilari to'pni egallab olishdi. Tezlikni oshirmoqda Isco. Maydon markazida juda faol harakat qilyapti Isco. Bu uning uchun juda katta o'yin. Carlo Ancelotti uni asosiy tarkibga qo'yishga qaror qildi. Isco buni oqlashi kerak, chunki mavsum davomida Ancelotti ko'pincha uni zaxirada qoldiryapti. Mana Pepe'ga kartochka. Pepe'ga va shu bilan birgalikda Neymarga ham. Davron, shuni ham alohida ta'kidlab o'tamiz. Bu uchrashuvda ham ikkala jamoa a'zolari o'z uslublarida o'ynashmoqda. Madridning Real jamoasi a'zolari ham e'tibor bering, go'yoki imkoniyat berishayotgandek, lekin tezkor qarshi hujumni mana kutishyapti. Va mana yana bir imkoniyat bor. Hozir yaxshi, juda chiroyli tarzda o'tib ketishdi. Di Maria bu safar o'ng qanotdan oldinga qarab bormoqda. Sheriklarning ochilishini kutmoqda. Ramos oldinga qarab bordi, lekin biroz orqaga qaytishga to'g'ri keldi. Pepe edi. Kombinatsiya ijro etgan edi Pepe kutilmaganda sherigi bilan. Ammo bu hujum oxiriga yetmadi. Di Maria hujumni davom ettirish yo'llarini topa olmadi. Natijada Ramos hozir mana to'pni Carvajalga yetkazib berdi. Carvajalning yonida Benzema. Di Maria orqaroqqa qaytishga majbur. Xabi Alonso maydon markazida yana Benzema to'pni egallab oldi. Bale tezlikni oshirmoqda. Raqiblarni ketma-ket aldab o'tdi, lekin darvozaga teskari turib qoldi. Di Maria zarba berishga qaror qildi. Kuchsiz zarba. To'p bilan Pinto. Di Maria o'ng qanotda ancha faol. Barselona futbolchilari endi oldinga qarab borishadi. Iniesta to'pni oldinga o'tkazib yubordi. 20-daqiqa 0-1. Mana shu final uchrashuvida Barselona mezbon sifatida qayd etilgan. Neymar albatta oxirgi o'yinlarda bu futbolchi xususida ham juda ko'plab fikrlar bildirilyapti. Aynan Scolari ham Neymarning xatti-harakatlaridan qoniqish hosil qilayotganligini aytib o'tdi va yana Iniesta maydon markazida Barselona futbolchilari to'pni bir-birlariga yetkazib berishmoqda. Hozir o'ng qanotdan hujum davom etsa kerak. Yo'q. Maydon markazida yana Iniesta. Alba. Iniesta. Ajoyib to'p uzatilishi, Fabregas va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Mana shu yerda Neymar va Messi salgina ilgariroq start olishganda, bu yerda o'yindan tashqari holat ham menimcha yo'q edi. Mana bu albatta Iniesta. Ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Neymar ulgurmadi, lekin bu safargi kombinatsiya juda ham chiroyli chiqdi. Mana shu vaziyatda hozir Isco Dani Alvesdan qanday qilib to'pni olib qo'ygan namoyish etildi. Ya'ni gol kiritilishiga nima sabab bo'ldi aslida? Dastavval. Translyatsiya rejissyorlari buni ham topishdi va hozir namoyish qilishdi. 21-daqiqa tugamoqda. Barselona to'p bilan himoyada. Busquets. Xavi. Neymar. Tezlashmadi. Yonida turgan sherigiga to'pni yetkazib berdi. Barselona hujumni boshlash arafasida. Messi to'pni chap qanotga yetkazdi. Yana uning o'zida to'p va hozir yo'q. To'pni to'xtatishdi. Bu yerda Messi biroz shoshib qoldi va to'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi. Casillas. O'yin qoidasi buzildi. Barselona futbolchilari to'pni o'ngga kiritib berishadi.
Xavi va Busquets to'pning yonida. Leo Messi so'nggi o'yinlarda, aniqroq so'nggi ikkita uchrashuvda Barselona muxlislari tomonidan o'yini biroz ehtirossizroq chiqqani baholandi. Aynan Barselona saytlarida o'z fikrlarini bildirgan muxlislar buni aytib o'tishdi va bugun ana shu ikkita o'yinni muxlislarga, ya'ni ikkita o'yindan qolgan taassurotni muxlislar unutishiga zamin yaratib berishga harakat qiladi albatta. Hozir esa mana bosh bilan Murod aka mana yuqorida aytib o'tdim, qanotlarni ko'p ishga solyapti Barselona deb va eng xavfli vaziyatlardan biri aynan bosh bilan berilgan zarbadan keyin ro'y berdi. Bunday holatlardan ko'p bor guvohi bo'lmoqdamiz. Aytib o'tdingiz, o'sha Messining o'zida ham hozir Alba agarda aniqroq harakat qilganida darvozabonga ancha qiyin bo'lar edi. Birinchi bo'limning yarmi o'tdi. Hisob 0-1. Mestaliyada Ispaniya Kubogi final uchrashuvi bo'lib o'tdi. Mascherano oldinga chiqib keldi. Xavi o'ng qanotdan yana qanot ishga solinmoqda. Bu safar Neymar tezlashdi va Casillas to'pni egallab oldi. Neymar Barselonadagi faoliyatini endi boshlaganda chap qanotda ko'proq harakat qilayotgandi. Umuman Martino endi uni turli xil pozitsiyalarda faol sinab ko'ryapti. Bizga vaqti bilan Pike namoyish etilyapti va xuddi shunday tarzda Realning jarohatlangan futbolchilari ham namoyish etilyapti. Benzema hozir to'pni qanotda qabul qilib oldi va bu yerda nima bo'ldi? O'yin qoidasi buzilgani yo'q deb hisoblamoqda hakam. Di Maria jahli chiqyapti, o'yin esa davom etadi. Carvajal, Xavi, Dani Alves, unga qarshi Coentrao hamda Isco yordamga yetib keldi. Barselona hujumni chap qanotga ko'chirdi. Fabregas. Mana bu yerda kombinatsiya uzildi. Natijada Real futbolchilar qarshi hujum tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Di Maria to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Natijada Bale qochib keta olmadi. Mana shu yerda Di Maria xato qildi albatta. Chunki borgan sari Barselona to'pni egallash bo'yicha katta ustunlikka ega bo'lmoqda. Bunday vaziyatlarda Realda har doim ham hujumga o'tish imkoniyati paydo bo'lmasligi mumkin. Messi to'pni chap oyog'iga to'g'rilab oldi, qanotga yetkazib berdi. Alba yana bosh bilan zarba. Neymar. Lekin shu narsani kiritdi Martino Barselonaning o'yiniga. Albatta to'g'ri aytingiz, lekin Gerardo Martino, Davron bilasizmi, bu Barselona jamoasi a'zolari kubokni qo'lga kiritgan taqdirda ham yoki o'sha Primeroni yutgan taqdirlarda ham baribir jamoadan ketishi deyarli ma'lum bo'lib qoldi. Real zaxira futbolchilari aslida Martinoning shartnomasi 2015-yilgacha mo'ljallangan, lekin haqiqatdan ham so'nggi paytlarda uning ketishi haqidagi xabarlar tobora ko'payib boryapti. Chunki u jamoaga taklif etilayotganda klubni boshqa rahbar boshqarayotgan edi. Mana endi yangi klub prezidenti Jose Maria Bartomeu balki rejalari boshqacharoq bo'lishi mumkin. Alba Iniestaga. Iniesta to'pni sheriga yetkazib berdi. Busquets biroz oldinroq o'tganligi ko'rinib turibdi. Yana o'ng qanotga Barselona futbolchilari jarima maydonchasiga kirib borishmoqda. Bu yerda yaxshi imkoniyat bor. Neymar faollik ko'rsatdi. Xavining zarbasi noaniq. Yerda albatta Xavi boshqacharoq uslub ham qo'llashi mumkin edi. Muxlislar balki undan to'p uzatilishini kutishgan edi, ammo Xavi to'p qulay kelib tushgan joyda zarba berishga qaror qildi. Barselonaning zaxira futbolchisi Adriano adashmasam mashqlarni boshlab yubordi. Adriano himoyachi, lekin har qaysi pozitsiyada faol harakat qila oladi. Qiziq, nima uchun bunday erta mashq? Adriano ko'pincha hujumlarni kuchaytirishga harakat qiladi va mana bu hisobdan balki Gerardo Martino mana shunday qarorga kelayotgan bo'lishi ham mumkin. Adriano
ham himoyada, ham markazda hujumlarni tashkil etishda yaxshi harakat qila oladigan futbolchi. 26-aprel kuni esa mana shu stadionga Atletico jamoasi ham mehmon bo'lib keladi. Juda ham qiziqarli bahs bo'ladi. Hozir Real futbolchilarining hujumi biroz to'pni oshirishda Bale shoshib qoldi. Oldinroqqa to'pni yetkazib berganligini ko'rdik. Coentrao esa ancha faol to'p uchun kurashda. Bartra bilan hozir oxirigacha kurash olib bordi. Hakam esa shunday harakatlar davom etadigan bo'lsa sariq kartochka ko'rsatishni ham hozir bildirdi Bartraga. Bartra bu yerda menimcha biroz oshirib yubordi. O'yin davom etadi. O'yindan tashqari holat. Ramos har doim mana shunday emotsional futbol namoyish etadi. Yo'q, bu yerda o'yindan tashqari holat emas. Burchak zarbasi. Barselona futbolchisi edi. Va bilasizmi, Ramosning mana shunday emotsional fe'l-atvori ba'zida pand berish ham mumkin. Pepe jarima maydonchasi ichiga yetib keldi. Oxirgi uchrashuvlar Barselona jamoasi a'zolari uchun juda ham qiyin kechmoqda va bejizga Pikeni namoyish etishmayapti. Hozir ikkinchi qavatda to'p uchun kurash. Himoyachilardan biri to'pni qaytardi. Barselona futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishlari kerak. Hakam esa futbolchilarni tinchlantirishga harakat qiladi. Bu safar Mascherano og'zaki tarzda ogohlantirilmoqda. Mateo Laosga ancha qiyin bo'ladi bu uchrashuv. Hali hammasi oldinda. Mana bu yerda esa Coentrao yordamga muhtoj. Agar Coentrao jarohat olsa, Realda chap qanotga boshqa aynan o'sha qanotda himoyada o'ynab beradigan futbolchi yo'q aslida. To'g'ri, boshqa futbolchi moslashib o'ynab ketaveradi, ammo aynan o'sha qanotda o'ynaydigan futbolchi faqat Marcelo hamda Coentrao. Marceloning jarohati undan avval mavjud edi, endi esa Coentrao yo'q. O'yini davom ettiryapti portugaliyalik himoyachi. Fabregas 30-daqiqa 0-1. Iniesta. Fabregas, Iniesta. O'ng qanotdan hujumni davom ettiryapti. U yerda Alves. Barselona futbolchilari raqib jarima maydonchasiga yaqinlashib kelishdi. Xavi yana yuqoridan Alba. Iniestaning zarbasi. To'p Modrichga tegib maydonni tark etdi. Luka Modrich hozircha bu uchrashuvda u qadar faol emas. Buning sababi u tayanch zonasidan ketmayapti. Rafael Varan mashqlarni boshlab yubordi. Har ehtimolga qarshi agar Coentrao og'riqni sezishda davom etsa yoki Pepening sariq kartochkasi borligi tufayli. Foul qoidasi. Isco uzr so'rayapti, foul ishlatdi. Xaviga nisbatan o'yin qoidasining buzilishi. Fabregas to'pni o'ng qanotga yetkazib bermoqda. Yana uning o'zi. Xavi, Messi. Iniesta to'pga ulgurmaydi. Di Maria yordamga yetib keldi va oxirigacha to'p uchun kurash. Pepe to'pni qaytarishga muvaffaq bo'ldi va endi yonsiqdan Barselona futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Gerardo Martino qandaydir ko'rsatmalar bermoqda. Bu yerda albatta ko'proq himoya chizig'iga menimcha mana shunday ko'rsatmalar, himoya chizig'ida harakat qilayotgan futbolchilarga. Oxirgi o'yinlarda mana shu ikkita uchrashuvda Barselona raqib darvozasiga birorta gol urgani yo'q. O'sha Atletico bilan bo'lgan bahsda ham, Granada bilan bo'lgan bahsda ham juda ko'plab imkoniyatlar yuzaga keltirilyapti, lekin raqib darvozasiga yo'l topa olisha olmadi. Bu safar qanday kechadi ko'ramiz. Messi, chap qanotda Alba, xavfli vaziyatni yana Messining o'zi. Iniesta to'pni sherigiga yetkazib berishga harakat qildi.
Himoyachilardan biri to'pni qaytardi. Bu yerda Modric o'z yoniga Barselonaning 3 ta futbolchisini chorlab, to'pni Carvajalga yetkazib berdi. Carvajal esa to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Barselona yana to'p bilan. Neymar o'ng qanotda faol harakat qilyapti. O'ng qanotda qoldi. Aynan shu yerda u faolligini oshiryapti. Fabregas. Neymar. Messi sal orqaroqqa qaytib, o'zi hujum boshlashga qaror qildi. Jordi Alba jarima maydonchasiga yaqinlashdi. To'pni Iniestaga sal noqulayroq tarzda yetkazib berdi, lekin shunda ham Andres Iniesta jamoasi uchun to'pni saqlab qoldi. Alba maydon markazidan hujum davom ettirilmoqda. Xavi, Alves raqibini aldashga kirishib ketdi. Yana Xavi. Iniestaga to'p yetib kelmadi. Di Maria yaxshi o'ynadi va to'pni oldinga yetkazib bermoqda. Mana shunday tezkor qarshi hujum. Hozircha Real qarshi hujumdan unumli foydalandi, lekin Barselonaning mana bu to'pni nazorat qilishi ularga hozircha foyda bermayapti. Xavi. Iniesta o'zi uchun ancha odatiy hisoblangan hujumning chap qanotiga o'tdi. Real futbolchilari maydon markazida to'p uchun kurash olib borishdi. Bale yiqildi, o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Laos to'g'ri, ba'zi yiqilishlarga e'tibor bermayapti, lekin e'tibor bergan yiqilishlariga kartochka ko'rsatyapti. Yana bir o'ziga xos o'yinni boshqarish uslubi. Messi bu safar ham raqiblardan o'tib ketishga harakat qildi. Ramos unga qarshilik ko'rsatdi. Messi to'pni qaytarmoqda. Neymar, Alba yuqoridan. Fabio Coentrao har ehtimolga qarshi to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Navbatdagi hujum, to'p jarima maydonchasi yaqinida. Hozir zarba berildi, biroz noaniq. Endi yuqoridan yetkazib berilayotgan to'plarda meni nazarimda yana shunday bir holat yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni himoyachilar to'pni qaytarganda o'sha yerda to'pni egallab olgan futbolchilardan biri zarba berishi mumkin. Shu bois ham mana shunday ko'plab vaziyatlarda to'p yuqoridan yetkazib berilmoqda. Isco, hozir Di Maria ajoyib tarzda to'pni Iscoga yetkazib berdi. Gareth Bale qanotdan sekin-asta darvozaga yaqinroq kelmoqda. Jarima maydonchasiga kirib bordi. Isconing zarbasi, himoyachi qutqardi hozir. Ajoyib tarzda Barselona futbolchilaridan biri to'pning yo'liga tashlandi va jamoasini balki goldan qutqardi, chunki Isco ishonch bilan to'pni darvozaga qarab yo'llayotgandi. Barselona esa mana sal bu yerda bo'shliqqa ega bo'lmoqda. Realning ko'plab futbolchilari hujumga o'tib ketishdi, biroq mana bu yerda biroz tezlik pasaytirildi. Xavi, e'tibor bering, Casillas darvozasi ortida Barselona muxlislari adashmasam joylashgan. Bu safar ham to'p qaytarildi. Alba orqaga qaytishga majbur. Yonsiqdan Barselona futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Takoriy lavhada esa Real jamoasining hujumini ko'ramiz. Juda ham Mascherano kombinatsiya amalga oshirilgan ekan. Mascherano qutqardi. Albatta, Isco to'xtatmasdan turib zarba berishga qaror qilgan edi. Alba, Iniesta, Mascherano, Bartra, Alves, Neymar uning oldiga yaqinlashmoqda. Neymar o'z oldinga qarab boryapti. Iniesta, Alba, Iniesta orqaga qaytishga ulgurishdi Real futbolchilari. Iniesta, Neymar. Yo'q, Alba hozir ulgurmadi. Hujum davom etadi. Fabregas yaxshi o'ynadi. Alves qanotlardan hozir qanotga hujumlar ko'chmoqda. Nihoyat to'pni egallab olishdi. Zarba berishga esa imkon yo'q. Iniesta raqibidan o'tib ketishga harakat qilmoqda. O'yin qoidasi buzilgani yo'q.
Va Di Maria to'pni cheriga yetkazib berdi. Juda ham chiroyli pas. Hujum davom etadi. Xavfli vaziyat. Benzema. Di Maria. Va hozir Xavi yordamga yetib keldi. Endi esa hujum qilish navbati Barselonada. Biroz o'yin sur'ati oshgandek. Fabregas. O'ng qanotdan navbatdagi hujum. 38-daqiqa o'tib boryapti. Hisob 0-1. Messi, Xavi, Neymar. Juda ham yaxshi, lekin bu yerda yana bosh bilan o'ynalmoqda va undan tashqari holat. Aynan Neymar to'pni qabul qilayotganda ofsaydda qolib ketgan edi mana. Mana bu vaziyatda. Undan tashqari holat, to'g'ri. 38-daqiqa, birinchi taym ham sekin-asta yakuniga yetib boryapti. Hozircha Carlo Ancelotti jamoasi oldinda boryapti. Lekin vaziyatlar bo'lyapti ikkala jamoada ham. Barselona pozitsion hujumlar orqali Casillas darvozasiga yaqin kelyapti. Real esa qarshi hujumda anchagina faol. Ramos, Carvajal. Yana to'p Sergio Ramos tomon uzatildi. Bu yerda xatoga yo'l qo'ydi sherigi Coentrao. To'p yana Ramosga qoldirildi. Ramos esa hujumchilar tomon noaniq. Andres Iniesta. Fabregas. Qanotdan Dani Alves yana yuqoridan. Mana shu maqsad o'sha siz aytib o'tganingizdek qaytgan to'pga zarba berish emasdir, balki qandaydir kombinatsiya baribir o'ylangan bo'lsa kerak. Chunki Barselonaning 70% hujumlari qanotdan yuqoridan to'p uzatilishi bilan tugayapti. Bu yerda albatta to'p rikoshet holatda ham o'z yo'nalishini o'zgartirishi mumkin. Hozir mumkin, lekin bu asosiy reja emasdir. Himoyachi to'pni qaytardi va to'p Di Maria chiziqni kesib o'tdi. Angel Di Maria ham chap qanotda, ham o'ng qanotda. Hozir hujum chizig'ida ham ko'rmoqdamiz bu futbolchini. Juda ko'p ishni bajaryapti. Busquets, Mascherano, Fabregas. Iniesta tezlikni oshirmoqda yo'q, sal uzoqlashtirib yubordi to'pni. Benzema, Isco, Gareth Bale bu yerda ofsaydda edi menimcha. Bale shu sababli ham u qadar tezlashishga shoshilmadi. Bundan tashqari Isco salgina to'pni Bale'ga uzatishda xatoga yo'l qo'ygan edi. Lekin qizig'i shundaki, 3 ta pas, 3 ta futbolchi bir-biriga sanoqli soniyalarda to'pni yetkazib berishmoqda. Hozir esa hakam quchog'ini chaldi. O'yinni to'xtatmoqda. Benzema o'yin qoidasini buzgan ko'rinadi. Mana shunday e'tirozlar ko'p bo'ladi hakamga. Barselona futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Busquets, Messi, Neymar, Messi. Orqa-roqqa to'pni yetkazib berdi. Endi chap qanotdan hujum davom ettiriladi. Iniesta, Fabregas, Alba. Bu yerda Iniesta kurashda ustun keldi va bu yerda Pepe. Iniesta yotgan joyda ham to'pni olib qo'yish imkoniyati bor edi. Va e'tibor bering, mana bu yerda bo'shliq yuzaga kelyapti Real himoya chizig'ida va Messining zarbasi to'xtatmagan holda to'pni darvoza tomon yo'lladi. Menimcha bu yerda Carvajalning xatosi bilan ushbu vaziyat yuzaga keldi. U nima uchundir to'xtab turgan to'pning maydon tashqarisiga chiqib ketishini kutdi. Natijada Barselona tezkorlik bilan to'p uzatishlar orqali zarbagacha yetib bordi va Messini bo'sh qoldirishdi va u jazolashi mumkin edi. O'ng qanotda uning sherigi ham turgan edi. Hozir Messi ko'rmadi. Lekin aynan bu safar mana shunday rikoshet holatda to'p Messiga kelib tushdi, lekin zarba ko'ngilliroq chiqmadi. 0-1, 42-daqiqa. Barselona va Real jamoalari o'rtasidagi final uchrashuvi.
Kubok final uchrashuvi. Fabregas Neymar tomon to'pni yetkazib bergan edi. Pepe. Gareth Bale hozircha o'z tezligidan foydalanishga imkoniyat bo'lmayapti. Bo'shliq yuzaga kelmayapti. Agar bo'shliq taqdim etsa Bale anchagina himoyachilardan qochishi mumkin. Barsaning hujumi. Xavi. Neymar. Fabregas. Messi. Yo'q, hammasi joyida deb ko'rsatmoqda hakam va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Casillas to'pni o'yinga kiritib beradi. Haqiqatan ham bu yerda faqatgina imkoniyat berishmadi xolos. Hech qanday o'yin qoidasi buzilgani yo'q. Uchrashuv davom etadi. Birinchi taym tugamoqda va albatta taym oxiriga yaqin o'yin harorati yanada oshadi. Mana bu yerda Luka Modric to'pni chiroyli tarzda sherigiga yetkazib berdi. Bu esa Di Maria ikkita futbolchini aldab orqaga qarab ketdi. Mana bu yerda esa Pepe. Hozir agar tegsa raqibiga ikkinchi sariq kartochkani olardi. Uzr so'rayapti sheriklardan, chunki aynan Pepening xatosi bilan Barselona bo'sh zonalarga ega bo'lishi mumkin edi. To'pni nazorat qilish borasidagi ko'rsatkichlar 68 ga 32. Benzema. Xavi Alonso. Pepe. Carvajal, Di Maria. Luka Modric. Benzemaga nisbatan mana bu yerda Mascherano keskin o'ynadi albatta. Va bahslashmadi bu safar. Chunki tushundiki, orqadan turib. Lekin to'pga ham ulgurgan ekan, umuman harakati xavfli chiqdi. Barselona muxlislari albatta natijadan qoniqish hosil qilishmayapti. Real futbolchilarda esa yana bir imkoniyat bor. To'p jarima maydonchasi ichida va biroz noaniq. Benzema to'xtatmasdan turib to'pni raqib daroz tomon yo'naltirdi, mo'ljalda adashdi. Madridning Real jamoasi a'zolarining hujumlari tezkorlik bilan amalga oshirilyapti. Mana shu ikki xil o'yin ikkita jamoada. Barselona esa shoshmasdan oldinga qarab bormoqda va ularda ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Birinchi bo'limda mana shu jihatlarni biroz taqqoslasak bo'ladi. Messi to'pni sherigiga yetkazib bermoqda va o'yin qoidasi buzildi. Yordamchi hakam ham bayrog'ini ko'tardi. Birinchi bo'limning so'nggi palalarida Barselona jamoasida yo'q, hakam menimcha birinchi bo'limga yakun yasab berdi. Demak, hakamning xushtagi chalindi. Birinchi bo'limdan so'ng hisob 0-1. Birinchi taymda to'xtalishlar ko'p bo'lgani yo'q, shu sababli ham hakam umuman vaqt qo'shgani yo'q. Har doimgidek klassiko harorati juda ham yuqori. Har bir sekundda muxlislarni yuragi urib turishini ta'minlaydi. Shu sababli ham ushbu uchrashuvni biz uzoq vaqt kutamiz. Yana 15 daqiqa kutamiz. Shundan so'ng o'yin davom etadi. Rohatlanganlar va ular orasidagi asosiysi Realning ushbu mavsumdagi va so'nggi mavsumlardagi asosiy to'purari Cristiano Ronaldo. Adriano maydonga tushadigan bo'ldi oxiri. Alba o'rniga. Qiziq. Alba birinchi taymda yaxshi o'ynagandi. Lekin qandaydir muammo bor shekilli, uning o'rniga Adriano. Demak, belgilab qo'yamiz. Adriano Alba o'rnida harakat qiladi va Barselona futbolchilari aynan Adriano orqali endi ko'pgina hujumlarni tashkil etishga urinib ko'rishadi. Demak, Davron keling, yana bir bor tarkiblarni tanishtirib o'tamiz. Barselona jamoasidan boshlaymiz. Darvozabon 13-raqamda Jose Manuel Pinto, 15-chi Mark Bartra, 18-chi Jordi Alba. Hozir aynan Alba o'rniga Adriano maydonga tushganligini ham aytib o'tamiz. 22-chi Daniel Alves, 4-chi Cesc Fabregas, 6-chi Xavi, 8-chi Andreas Iniesta, 14-chi Javier Mascherano, 16-chi Sergio Busquets, 10-chi Lionel Messi va 11-chi Neymar.
Real Madrid tarkibi darvozada birinchi raqamda Iker Casillas, himoya chizig'i. O'ng qanotda 15-chi Carvajal, chap qanotda 5-chi Coentrao, markaziy himoyachilar 3-chi Pepe, 4-chi Ramos, tayanch zonasi 14-chi Alonso, 19-chi Modric, hujumkor yarim himoyachilar o'ng qanotda Di Maria 22-chi, chap qanotda Bale 11-chi, hujumchi ortida Isco 23 va Karim Benzema 9-raqamda asosiy hujumchi vazifasini bajarmoqda. Vaqti bilan ular joy almashib o'ynashyapti. Misol uchun gol urilgan vaziyatda Benzema assistentlik qildi, Di Maria esa hujumga o'tib ketdi. Neymar ofsaydda. Bosh murabbiy Carlo Ancelotti, uchrashuv bosh hakami Mateo Laos. Ikkinchi taym boshlanib ketdi. Real futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishdi. Va Barselona xavfni bartaraf etdi. Alves. Xavi. Bu yerda Xavi to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Bunday holat kamdan kam uchraydi. Birinchi bo'limda siz mana shu jamoalar finalda 6 marta to'qnash kelganliklari xususida aytib o'tdingiz. Bu borada hisob 3-3, lekin umumiy mana shu turli bosqichlarda kubok bahslarida 22 marotaba to'qnash kelishgan. 10 ta uchrashuvda Barselona g'alaba qozongan, 6 ta uchrashuvda durang natija va 6 ta uchrashuvda Real jamoasi a'zolari ustun kelishgan ekan. Bu safar Real hozircha hisobda oldinda bormoqda. 11-daqiqada Angel Di Maria o'z hisobiga gol yozib qo'ydi. Xavi o'ng qanotga to'pni yetkazib berdi. Bu yerda Neymar to'pga ulgurdi. Barselona futbolchilari Neymar oldinga qarab bormoqda. Alves. Iniesta. Bu safar endi Adriano bilan kombinatsiya ijro etadi. Alba va Adrianoni solishtiradigan bo'lsak, tezlik borasida ular deyarli bir xil ko'rsatkichga ega, ammo Adrianoda ikkala oyoqda beriladigan juda kuchli zarba bor. Va Adriano Realga gol urgan ana shu zarba bilan. Iniesta to'pni cherigiga yetkazib bera olmadi. Modric. Xato. Barselona futbolchilarining hujumi. O'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatmoqda hakam va tezkor hujum qilish navbati endi Real futbolchilarida. Benzema to'pni kutmoqda. Yaxshi imkoniyat, to'p jarima maydonchasi ichida, zarba. Biroz noaniq. Gareth Bale. Ikkita raqibni juda ham osonlik bilan aldab o'tdi, zarbada adashdi. Bu esa biroz avvalgi vaziyat Fabregasga yiqilib tushgan ekan bu yerda. Yana Barselona futbolchilari to'pni egallab olishdi. Xavfli zarbalar borasida hisob 1-3. Messiga nisbatan o'yin qoidasi buzilmoqda. Hakam xushtagini chaldi va jarima zarbasi belgiladi. Ajoyib nuqta menimcha Barselona futbolchilari uchun. Pepe foul ishlatdi. Pepe'da sariq kartochka bor ekanligini ham alohida ta'kidlash kerak. Sariq kartochkalar bo'yicha 2-1. Neymarda sariq kartochka Barselonada, Isco va Pepe'da. Bale'ning qochishi namoyish etildi. Bu yerda e'tibor bering. Realning ikkita futbolchisi narigi tomonda bo'sh turgan edi. Bale ularni yoki ko'rmadi yoki ko'rishni istamadi. Endi esa Leo Messida imkoniyat. Uning uchun ajoyib nuqta. Xavi ham tepishi mumkin, lekin bu yerda menimcha Messi bermasa kerak. Klassikolarning eng yaxshi to'p urari. Diqqatingizni mana shu vaziyatga qaratamiz. Xavi yoki Messi. Messining zarbasi biroz noaniq. To'p darvoza to'sining yuqorisidan o'tib ketdi. Albatta, burchakni nishonga oldi, lekin mo'ljalda adashdi. Aylantirgan holda zarbani amalga oshirdi. Noaniq. 50-daqiqa 0-1. Real futbolchilari, eslatib o'tamiz, 23-aprel kuni Santiago Bernabeuda Bavariya jamoasi bilan bahs yuritishadi. Yevropa Chempionlar Ligasida birinchi o'yinni o'z maydonlarida o'tkazishadi. Yana Real futbolchilari to'pni egallab olishgan edi. Ikkinchi bo'limda ham xuddi o'sha uslubda o'yinni davom ettirishmoqda. Isco.
out ishlab oldi. Coentrao to'pni yon chiziqdan o'yinga kiritib beradi. Sergio Busquets esa ushbu vaziyatda to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborgan edi. Shoshmayapti Fabio Coentrao, jamoasi ustunlikka erishyapti. Bu yerda qanotda raqibni aldadi, to'pni jarima maydonchasiga yetkazishga shoshilmadi, natijada oldirib qo'ydi. Barselona futbolchilari hozir burchakdan chiqib ketishga urinishadi. Alonso, Luka Modric zarba bermadi. Mana bu yerda esa Benzema to'pni kutib qoldi. Xabi Alonso o'z zonasini himoya qila oldi. Tayanch zonasini Fabio Coentrao, unda bo'shliq bor. Isco, Alonso hozir kutilmaganda Real to'pni egallab to'p uzatishlar orqali uni nazorat qilib boryapti. Barselonaga qarshi. Albatta butun taym davomida bunday holat ro'y berishi qiyin. Benzema, Alonso, Coentrao. Bu yerda Isconing ofsaydda ekanligini ko'rmadi shekilli Coentrao. O'yin davom etadi. To'p maydonda qoldi. Dani Alves ekranlaringizda. Pinto. Di Maria raqibiga pressing uyushtirdi, lekin Real futbolchilari aksincha hozir o'z joylarini yo'qotishda. Yo'q, bilasizmi, Barselona shoshilmadi oldinga o'tishga. To'p uzatishlar. Xavi yaqinlashib kelyapti. Messi. Pepe tezlikni oshirdi. Pepe bunaqangi tezligi bor ekanligini bilmagandim ochig'i. Sariq kartochka Mascheranoga. Pepe haqiqatan ham juda yaxshi harakat qildi hozir. To'pni egallab oldi raqibidan va o'ziga xos raid va Mascheranoga sariq kartochkalar borasida hisob tenglashmoqda. Ikkitadan futbolchiga sariq kartochka ko'rsatilgan. Barselona futbolchilari, yana bir bor eslatib o'taman, ikkita uchrashuvda 1-0 hisobda imkoniyatni boy berishgan va mana bu 52 daqiqa, undan avvalgi uchrashuvda ham bir necha daqiqa gol ura olishmagan. Demak, agarda hisoblab chiqadigan bo'lsak, 180 va yana 60 daqiqa, 240 daqiqadan ko'proq vaqt mobaynida gol ura olisha olmayapti. Demak, Realda ham Barselonada ham yarim bittadan markaziy himoyachilar sariq kartochkaga ega. Rafael Varane, Casemiro mashqlarni boshlab yuborishdi. Pepe o'rnidan turdi, o'ynashga tayyor shekilli. Jiddiy to'qnashuv bo'lib o'tgan edi Mascherano bilan. Lekin portugaliyalik himoyachi uncha-muncha vaziyatlarda menimcha jarohat olmaydi. Ancha jismonan baquvvat. Di Maria, Modric, Gareth Bale va hozir anchagina xavfli chiqqan edi uning zarbasi. Ikkita imkoniyat bo'ldi ikkinchi taymda Gareth Bale'da. Navbatdagi xato bu yerda, himoyachining navbatdagi xatosi. E'tibor bering, to'pni qaytarishda to'ppa-to'g'ri Busquets raqibiga to'pni topshirmoqda. Bale biroz pastroqqa agarda to'pni yo'naltirganda Pintoga ancha qiyin bo'lar edi. Faqat oxirgi zarba berishda Bale xatoga yo'l qo'yapti. Birinchi taymda ham shunday vaziyat bo'ldi, esingizda bo'lsa. Yaxshi vaziyatga chiqib bordi, ammo zarbasi kuchli chiqmadi. Ikkinchi bo'limda ham xuddi shunday. Real hozir yana hujumga o'tib ketmoqda. Benzema, Di Maria. Menimcha bu yerda bu Benzemaning xatosi, to'pni Di Mariaga noqulay tarzda yetkazib berdi. Natijada yaxshigina hujum Barselona himoyachilari tomonidan bartaraf etildi. Lekin aynan o'sha himoyachilarning o'zlari xatoga yo'l qo'yishgan edi. Yana raqibga to'pni berishgan edi. Iniesta, Fabregas chap qanotga. Ikkinchi taymning 10 daqiqasini Real anchagina faol o'tkazdi. Isco. Iniesta raqibdan o'tib keta olmadi bu safar. Neymar, Messi. Yaxshi. To'p jarima maydonchasi sari yo'llandi. Yo'q, bu safargi
hujumda ham ulgurishmadi hozir. Yana yuqorida. Alves. Qanotdan ancha faol harakat qilmoqda. Real jamoasi muxlislari o'yinning borishidan ancha xursandlar. Yonsiqdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Ha, mana shu futbolchi Barselonaga yetishmayapti, bejizga namoyish etilmayapti va davron o'yindan oldin Carles Puyol o'yinga tayyor ekanligini bildirib o'tgan edi. Hali to'laligicha jarohatdan forig' bo'lmagan, lekin Gerardo Martino uni maydonga tushirmadi. O'yindan tashqari holat. O'yindan tashqari holat. Benzema biroz oldinga o'tib ketgan. Realda ancha qulay imkoniyatlar bo'layotgandi, lekin Real futbolchilari ana shu imkoniyatlardan foydalana olishmayapti. Hozir ham Benzema vaziyatni his eta olmadi. Orqaroqqa qadam tashlash imkoniyati bor edi, lekin joyida turgan edi. Barselona himoyachilari esa darhol hammasini payqab, bitta qadam oldinga tashlab, Benzemani ofsaydga chiqarib yuborishdi. 57-daqiqa 0-1. Chap qanotdan Barsa oldinga bormoqda. Adriano Correa yana yuqoridan. Dani Alves, unga qarshi Coentrao. Neymar. Isco. Yiqildi, aynan yiqildi. Yiqitilmadi. Xavi. Iniesta. Fabregas ochilayotganda Iniesta boshqa variant topdi. Bu yerda kombinatsiya yuzaga kelmoqda. Pepe boshi bilan to'pni uzoqlashtirdi. Va bu yerda Sergio Ramos hech kimni ayab o'tirmadi. O'zinikini ham, raqibni ham birinchi bo'lib to'pga yetib keldi. Yonsiqdan to'p tashlab beriladi. Alves, Neymar bir futbolchidan o'tdi. Hakam o'yini to'xtatgani yo'q. Mana bu yerda esa Fabregas yiqilmoqda. Hakam esa o'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatdi. Barselona tezlikni oshirmoqda. Laos albatta 100% ishonch hosil qilmasa, penalti qo'ymasa kerak. Bugungi uchrashuvda har holda final. Bizda esa takroriy lavhani ko'rish imkoniyati bor. Hozir emas, hozir o'yin davom etadi. O'yin tempi juda yuqori. Birgina xato butun uchrashuvni ma'lum bir yo'nalishda ketib qolishini ta'minlashi mumkin. Ikkala tomonga. Mana hozir ko'ramiz. Biroz avvalgi vaziyat. Bu yerda foul qayd etildi. Isco to'pni qo'li bilan o'ynagan vaziyat. Fabregas borasida bitta takroriy lavha namoyish etildi. 100%lik fikr bildirishga yetarli bo'lmadi menimcha. Va Laos uchun ham 100%lik vaziyat emasdi. Shu sababli u hech qanday qaror chiqarmadi. To'p bilan esa Barselona. Xavi. Neymar oldinga intilmoqda. Ramos bu safar ham to'pni qaytardi. Alonso. Mana bu yerda Alonso jiddiy xatoga yo'l qo'ymoqda. Messiga imkoniyat yaratildi, lekin Di Maria qayerdandir paydo bo'ldi lekin. Fabregas va Neymar bir-birlariga ishonib qolishdi. Barselona futbolchilarida ham hozir oxirgi 5 daqiqa ichida yaxshi imkoniyatlar yuzaga kelmoqda. Raqiblarni biroz shoshirib qo'yishyapti va mana e'tibor bering, yana to'pni egallab olishdi. Iniesta to'pni cherga yetkazib berdi. To'p jarayon maydonchasi ichida. Xavi va Fabregas bir-birini tushunmadi. 60-daqiqa 0-1. Ikki xil kayfiyat. Fabregas o'zgartirildi. Ikkinchi o'zgarish Barselonada Pedro uning o'rniga. Pedro Rodriguez bu futbolchi, lekin tezlik qo'sha oladi. Hozir menimcha Barselonaning hujumlariga aynan tezlik yetishmayapti. Yorib kirishlar kam bo'lyapti. Isco.
Gerardo Martinoda yana bitta imkoniyat qoldi. Aleksis Sanchez ham tayyor turibdi. Agarda hisob o'zgarmaydigan bo'lsa, Sanchesni ham maydonda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bilasizmi, bu o'yin final bo'lganligi uchun menimcha 3-chi o'zgarishni qilishga Martino shoshilmasa kerak. Hozir esa Di Maria qanday tarzda to'pni o'ziga bo'ysundirdi. Yana to'pni o'zida saqlab turibdi Angel Di Maria. Carvajalga yetkazib berdi, rikoshet va Real futbolchilari burchakdan to'pni o'yinga kiritishadi. Bugun Angel xohlaganicha raqsga tushyapti. Chunki uning xatti-harakati o'zi bir raqsga o'xshaydi. Albatta, o'zi aslida oxirgi paytlarda bir nechta o'yinlarni agarda mana muxlislarimiz diqqat bilan kuzatib borishayotgan bo'lsa, o'sha Marco Reus, Azar, Di Maria mana shunday markazda o'yinni olib boradigan va hujumlarni tashkil etib beradigan futbolchilar ko'pincha o'yin taqdirini hal qilishmoqda. Hozir burchak zarbasi. To'p jarima maydonchasi ichida, yaxshi imkoniyat va Pinto. Ramos yordamga yetib keldi. Aynan Sergio Ramosning zarbasi edi. Mana bu yerda esa Isco. Ikki Bugun futbolchi Isco hamda Di Maria ancha shoshirib qo'yishmoqda raqib futbolchilarini. Bale esa yaxshi o'ynayapti. Vaziyatlarni yuzaga keltiryapti. Biroz o'ziga ishonch sezilmayapti. Benzema zarba berildi. Yana himoyachi qutqardi bu yerda. Qoyil. Yana Mascherano. Birinchi bor emas Mascherano jamoani qutqarayotgani. Bizga Ramosning zarbasi namoyish yoki Benzemamidi? Benzema ekan bu yerda. Mana bu yerda ham Benzema o'zi zarba berishga qaror qildi. Bale yonida edi, ammo Benzema hujumchi gol urishni asosiy maqsad deb biladi. Biroz avvalgi vaziyatda Barselona jamoasi a'zolari himoya chizig'ida yana xatoga yo'l qo'yishgan edi. Modric o'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatmoqda hakam. Uzoq masofadan berilgan zarba esa noaniq. Sergio Ramos hakamga e'tirozini bildirishga harakat qildi. Mateo Laos uni tinglashni istamadi. O'yin davom etadi. Iniesta, Dani Alves, Pedro o'ng qanotdan joy oldi. Neymar esa chap qanotga o'tdi. Shaxsan mening fikrimcha, Neymar aynan chap qanotda xavfliroq bo'lsa kerak. Ahvolda bir necha bor uni ana shu qanotdan yorib kirib zarba berganlariga guvoh bo'lganmiz. Hozir esa to'pni to'xtatib qola olmadi va yonsiqdan Real futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Yana bir bor ko'ramiz. Ramos yiqilib tushgan ekan to'p uchun kurashda. Dani Alves bilan kechgan kurashda Pedro qoida buzdi. Hakam imkoniyat beryapti. Mana shunday to'qnashuvlarda, to'p uchun kurashlarda 100% mana shu vaziyatga to'liq baho bermagunicha imkoniyat beryapti. Bale yetib bormadi to'pga. Rasman Mascherano bir o'zi himoyada ko'p narsani hal qilyapti. Bartrada sal pozitsiya yo'qotish holatlari uchrab turibdi, sezayotgan bo'lsangiz. Bu esa Marcelo, Khedira, Ronaldo, Arbeloa jarohatlanganlar. Lekin Real futbolchilari, ayniqsa himoyachilar Marceloning yo'qligini bildirishmayapti. Bugun Ramos ham, Pepe ham juda faol. Iniesta chap qanotga to'pni yetkazib berdi. Neymar jarima maydonchasiga kirishga harakat qilib ko'rdi. Carvajal to'p uchun kurash olib bordi va yonsiqdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Mana endi yana o'yin tempini oshirishga harakat qilishmoqda Barselona jamoasi a'zolari. Oshirish kerak albatta. Realga sal sukunat taqdim etishyaptimi? Real oldinga boryapti. Barsa faqat hujumga intilish kerak hozir. Casillas uchun trayektoriya ancha murakkab edi. Mana shunday zarbalar balki yetishmayotgandir Barselonaga, chunki turli xil masofalardan ham sinab ko'rish kerak. To'g'ri, Casillas uni sinash balki to'g'ri emasdir, biroq yorib kirish holatlari kamroq bo'lgani uchun boshqa variantlar qidirish vaqti keldi. Xavi
tempni oshirmoqda Barsa. Dani Alves yuqoridan, bu safar ham yuqoridan to'pni jarima maydonchasiga uzatdi. Bizga Bartra namoyish etilyapti. Bartra xuddi Pike singari mana shunday bosh bilan zarba berish uchun oldinga intilyapti. Aynan Bartraning zarbasi edi menimcha. Ha, to'p biroz o'z yo'nalishini ham o'zgartirdi. Shu bois ham Casillasga ancha qiyin edi. Real futbolchilari maydon markazida to'pni nazorat qilishmoqda. Chap qanotdan hozir Kontran hujumni davom ettirishi mumkin edi, lekin boshqacha qaror. Di Maria, yaxshi imkoniyat, Benzema. Juda ham xavfli zarba. Pinto to'pga tashlandi. Takoriy lavhani ko'ramiz. O'yindan tashqari holat yo'q. Nima uchundir Benzema to'pni sherigiga oshirmadi. Hozir to'p hech kimga tegmagan holda maydon tashqarisiga chiqib ketgan. Darvoza ustuniga ham tekkan. Benzemada Iscoga to'pni yetkazib berish imkoniyati bor edi, biroq bu safar ham Benzema to'pni uzatishni xohlamadi. Burchak zarbasi, demakki Pintoga tegdi to'p. Pinto to'p uchun kurash olib bordi. Yo'q, bu gol hisobga olinmaydi. Pintoga nisbatan foul ishlatildi. Pinto dastlab vaziyatni o'yladiki, gol bilan tugadi deb o'yladi, ammo hakam bu holatda Pintoga hujum uyushtirilganini qayd etib bo'lgandi. Pinto. Xavi. Iniesta uning yonida sal ichkariroqdan Iniesta hujumni boshlab berishiga to'g'ri keladi. Qanotlar boshqa futbolchilarga topshirildi. Mana endi Iniesta dirijorlik qilishi mumkin. Mestaliyaga tashrif buyurgan muxlislar ham hakamning ishorasini biroz boshqacharoq tushunishgan edi. Chunki qo'li bilan maydon markazini ko'rsatgandek bo'ldi. Lekin u yerda foul. Ya'ni o'sha nuqtadan bu tarafga tepiladi degan ma'noda ko'rsatdi. Hozir esa Barselonaning hujumi. Adriano chapga, Neymar burchak zarbasi. Biroz qiyin ahvolga solib qo'ygan edi Neymarni. Lekin Neymar burchak zarbasi ishlab oldi. 68-daqiqa 0-1 Barselona va Real jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Real jamoasi a'zolari, mana sizga imkoniyat, mana o'sha sizga bosh bilan o'ynash. Davron, ko'rdingizmi? Demak, baribir oxir oqibat bu o'z so'zini bermoqda mana. Bu yerda Bartra qanday gol uryapti va Davron o'sha Varanning gol urgani yodimga tushib ketdi hozir. Ha, Varan ham shunga o'xshash holatda gol urgan edi. Qoyil Bartra hujumga oxirgi ikkita hujumda qo'shildi. Bir marta uzoqdan zarba berdi. Bir marta mana yuqori qavatda kurashni o'z foydasiga hal qildi. Va ajoyib gol urdi. Casillasga mana shunday tarzda gol urmoqda Bartra. Biz bu himoyachini tanqid qilmoqdamiz. Barselona jamoasining himoyachi sifatida tanqid qildik, lekin bu yerda u hujumchi sifatida qatnashdi. Albatta, lekin juda ham chiroyli gol. Chiroyli gol urdi Mark Bartra. Va e'tibor bering, mana Realda shuncha vaziyatlar foydalana olishmadi. Barselona esa foydalandi o'z imkoniyatidan. Bu narsa ruhiy ustunlikni Barsa tomoniga o'tkazsa ajab emas. Hozir esa Luka Modric uzoqdan zarba berishga harakat qildi. Yon chiziqdan Real futbolchilar to'pni o'yinga kiritib berishadi. Mana endi o'yin tempi yanada oshadi. Di Mariyaning goliga Bartra javob qaytardi. 1-1. 20 daqiqadan ko'proq vaqt bor. Uchrashuvning asosiy vaqtiga desak to'g'riroq bo'ladi. O'yin avvalda biz siz bilan aytib o'tgandik. 120 daqiqa bu futbolni ko'rishga tayyormiz. Hozircha mana shu variant aniqroq bo'lib turibdi. Endi hali hamma narsa yana o'zgarib ketishi mumkin. Isco. Barselona o'z uslubida gol urmadi, lekin kamdan kam vaziyatda mana shunday holatlarni ko'rar edik. Lekin bugungi o'yinda haqiqatan ham ko'plab vaziyatlarda yuqoridan to'p yetkazib berildi. Standart vaziyatlarda ham Bartra o'z vaqtida yetib keldi. Va biz ko'pincha Pike tomonidan mana shunday gollarni ko'rardik yoki Puyol. Mana Bartra ham nihoyat sekin-asta raqib jarima maydonchasi ichida qanchalik xavfli ekanligini ko'rsatyapti. Demak, 1-1. Alves. Barsaning o'yini o'zgardi goldan keyin, e'tibor bering. Ishonch oshdi.
Di Maria. Hujumda hech kim yo'q. Benzema nima uchundir yugurmadi to'pga. 20 daqiqa qolmoqda. Asosiy vaqt tugashiga Iniesta to'p bilan. O'ziga xos bo'lgan tanaffusdan so'ng Barselona nihoyat gol urmoqda. Atleticoga 0-1, Granadaga 0-1. Barselona futbolchilari yana to'p bilan. Iniesta chaproqqa to'pni yetkazib berdi. Xavi maydon markazida to'pni so'rayapti. Xato va endi Real jamoasi a'zolari tezkor qarshi hujum uyushtirishlari mumkin. Yaxshi imkoniyat bor. 3 futbolchi oldinga qarab tezlikni oshirishmoqda. Bale jarima maydonchasiga kirib bordi, zarba. Darvozabon to'pni qaytardi. Pedro, Xavi qarama-qarshi hujumlar ostida o'tmoqda endi. Davron uchrashuv. Ha, ana shu gol o'yinning tezligi oshishiga olib keldi. O'ng qanotdan Pedro to'pni qabul qilib oldi. Oldinga intilmoqda. Bu yerdagi muxlislarning kayfiyati buzildi. Yana qanday muxlislar? Messi, Neymar o'yinni davom ettirish mumkin. Bartra o'yin qahramoni bo'lishi mumkin. Iniesta. Xavi. Alves. Pedro oldinga qarab boryapti. Bir futbolchini aldab o'tishga harakat qildi Xavi. Yana Alves. Neymar ochilmoqda u yerda, to'p yetkazib berildi. Barselona to'pni nazorat qilmoqda. Yana Xavi. O'yinni davom ettirish mumkinligini ko'rsatyapti hakam. Iniesta o'zi oldinga qarab bormoqda. Juda chiroyli pas, xavfli vaziyat yo'q. Hozir bilasizmi? Alvesga to'p yetkazib berildi. To'p futbolchining qo'liga tegdi. Bu yerda to'pni to'xtatishda Pedro xatoga yo'l qo'ymoqda va hakam hammasini ko'rib turibdi. Bizga qaysi vaziyat? Pinto bilan to'qnashuv ro'y bergan vaziyat va Realning goli hisobga olinmagan holat namoyish etilmoqda. Qani? Bu yerda darvozabonga Gareth Bale qo'li tegdi va hakam shu bois ham o'yinni to'xtatdi. O'sha vaziyatda xushtagini chaldi. Casillas. Benzema to'p uchun kurash olib bordi, lekin bu kurashda ustun kelmadi Mascherano. Barselonaning biroz avvalgi Real hujumi esa futbolchilaridan biriga yordam kerak. taqoriy lavhada namoyish etilmadi. Dani Carvajal. Mateo Laos o'yinni to'xtatishga majbur edi. Va mana bu to'qnashuv. Bu yerda o'z futbolchisiga Carvajal urilib ketdi. Pepe edi bu. 1-1, 17 daqiqa vaqt bor. Shuning asosiy vaqti yakunlanishiga. Barselona futbolchilari yana oldinga qarab borishmoqda. Pedro out ishlab oldi. Alves yonsiqdan to'pni tashlab beradi. Ikkala jamoada ham ikkinchi bo'limda imkoniyatlar bo'ldi, lekin Barselona bir marta imkoniyatdan unumli foydalandi. Yana chap qanot. Yana Neymar. Iniesta. Alves to'pni so'ramoqda. Iniesta esa boshqacharoq qarorga keldi. Nihoyat Messi mana shu nuqtadan o'zi start olganda bu albatta zarbaga olib kelardi odatda. Bu safar sherigiga to'pni yetkazib berishga harakat qildi. Mana bu yerda Dani Alves uzoqdan zarba berdi. Ba'zida bu futbolchi ham uzoqdan gol urib turadi va Klasikoda ham bunday holatlar uchrab turgan. Bizga esa Bartraning goli namoyish etilmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz, Bartraga qarshi Pepe o'ynayotgan. Pikening xursandchiligi.
Albatta mana shunday futbolchilarga Pike o'rnak bo'lishi kerak edi maydonda, lekin mana shu jarohati bunga yo'l qo'ymayapti. Lekin qaysidir ma'noda Pike jarohat oldi, Bartra Unionida o'ynab gol urdi. Bu ham bir o'ziga xos bir yangilik bo'ldi Barselona uchun. Bartraning gol urish qobiliyati. Iniesta chap qanotga, yana Neymarga. Bu ko'proq Realga yangilik bo'ldi menimcha. Modric. Barsa erta pressingni boshlab yubordi. Bu albatta anchadan beri qo'llanilmayotgan uslub edi. Lekin aynan shu uslub bilan Barselona juda ko'p unvonlarni qo'lga kiritgan. Messi, Iniesta to'p uzatishni amalga oshirishi aniq edi. O'ng qanotga to'pni yetkazdi. Bu yerda esa jarima maydonchasiga Adriano yorib kirmoqda. Oldinga bormadi Neymar. Xavi. Biroz avvalroq ofsayd. Shu bosh hakami undan tashqari holat deb baholadi va xushtagini chaldi. Takroriy lavhada ko'rib olamiz. Bu boshqa holat. Mana bunday ish albatta yaxshi emas. Sergio Ramos qo'l uzatgan edi Dani Alvesga. Alves hurmatsizlik qildi. Ramos javob qaytarmoqchi edi. O'z vaqtida Xabi Alonso uni tinchlantirdi. Endi klassikoda bundan ham yoqimsiz holatlar ko'p bo'lgan. Benzema yiqildi, foul qayd etilmadi. Pepe shoshmasdan to'pga boryapti. Ortidan esa Pedro uchib kelyapti. Iniesta. Xavi. Yana o'ng qanotdan Pedro. Alves, Messi. Alves, Messi. Bir futbolchidan o'tib ketdi. To'pni Alvesga yetkazib berdi. Xavfli vaziyat. Bir nechta futbolchi hozir e'tibor bering, rikoshet holatda hujum davom etadi. O'yindan tashqari holat bormidi bu yerda? Neymar o'yindan tashqari holatda. Hakam xushtagini chalib bo'ldi allaqachon. Neymar eshitmaganga o'xshaydi. Ketma-ket 2 marta o'yindan tashqari holat yuzaga kelyapti va albatta takroriy lavha namoyish etilmadi. Bundan avvalgisida ham va bunisida balki hozir namoyish etilar. Chunki maydonda voqealar rivoji bo'ldi. Mana hozir ko'ramiz. Bu yerda Iniesta'da bor edi ofsayd, lekin Neymarda yo'q edi. Linesman menimcha Iniesta'ni mo'ljallab bayrog'ini ko'tardi, ammo to'p Neymarga kelib tushdi. 79-daqiqa. Hozirgi misol uriladigan har qanday gol g'alaba goliga aylanishi mumkin. Albatta bu turganga chunki vaqt o'tib bormoqda. Pedroga ikkinchi taymning birinchi qismida Real ko'plab hujumlar tashkil etayotganda, Barselona muvozanatni tiklagandan so'ng Barsa ustunlikni qo'lga oldi. Ha, ustunlik Barselona jamoasi a'zolariga o'tdi hozir. Messi, Xavi, Iniesta. To'p Iniestaga qaytib kelmadi. Bu odatiy uslub va tezkor qarshi hujum Real jamoasi a'zolari tomonidan hozir uyushtiriladi. Bu safar imkoniyat berishmadi. Karim Benzema ushbu vaziyatda to'pni Sheriga ham yetkazib bera olmadi, o'zi ham oldinga bora olmadi va o'sha qarshi hujum tezda yo'qqa chiqarildi. Neymar. Casillas to'pni egallab oldi xotirjamlik bilan. Ammo o'yinga kiritib berishga shoshilmadi. Ikkala jamoa a'zolari ham anchagina toliqishgan ko'rinadi, e'tibor bering. Messi Neymarga biroz e'tiroz bildirgandek bo'ldi. Markazda bo'sh turganligini ko'rsatdi. Bale va Real futbolchilari, himoyachilar xavfni bartaraf etishga harakat qilishmoqda. Navbatdagi hujumni tashkil etishga. Entrao yonsiqdan to'pni tashlab beradi. 10 daqiqa vaqt bor.
hali bu jamoalar o'rtasidagi bahslarda qo'shimcha vaqt bo'lmagan ekan Davron. Har safar o'sha shuning asosiy vaqtida qaysidir jamoa g'alaba qozongan. Yaxshi imkoniyat, zarba. Luka Modric. Modric yaxshigina zarbaga ega, ko'pincha uzoq masofalardan zarbalar beradi. Bu safar ham mana e'tibor bering. Raqibning taqibidan qochdi, jarima maydonchasi tashqarisidan zarba va to'p darvoza ustuniga ham tekkan ekan mana. Ha, albatta bu yerda Pinto jon holatda to'pga tashlandi. Messi. Xavi, Iniesta. Juda chiroyli pas, yana Iniesta sherigini yaxshi imkoniyatga chiqarmoqda. Pepe hammadan ilgarilab o'z sherigini ham chalib yiqibdi. Neymar ham bu orada to'psiz qoldi. Sal qoldi Dani Carvajalga. O'zi ikkinchi marta Pepe Dani Carvajalga zarba beryapti. Esingizdami? Birinchi yuziga zarba bergan. Mana endi oyog'iga tashlandi. Ulgurdi bu safar Pepe to'pni qaytarishga. Burchak zarbasi. Bartra yana jarima maydonchasi ichida. Xavi to'pni o'yinga kiritib beradi. Pepe to'pni qaytarmoqda. Narigi burchakdan Barselona futbolchilari to'pni o'yinga kiritishadi. Pepening qo'li og'riyapti. Lekin o'yinni davom ettiradi albatta. 82-daqiqa Barselona hujumda. Luka Modric mana bu vaziyatda faollik ko'rsatib to'pni olib qo'ydi. Isco Real tezkor qarshi hujum tashkil etmoqda. Benzema tezlikni oshiryapti, lekin u hozircha bir o'zi, yordam yo'q. Mana endi yordam yetib keldi. Angel Di Mariyaning zarbasi menimcha ortiqchalik qildi bu yerda. Ha, hujumni boshqacharoq davom ettirishi mumkin edi. Alves o'z joyiga qaytmoqda. Di Mariya ikkinchi taymning taxminan 60-daqiqalardan keyin o'sha qanotda bir necha bor raqiblarni aldagandan keyin menimcha charchagan ko'rinadi. Undan keyin oldinga unchalik intilmayapti. Yoki bevosita Dani Carvajal bilan himoyaviy harakatlarga ko'proq urg'u qaratyapti shekilli. Albatta, Yevropa Chempionlar Ligasi bahslaridan oldin Real katta kuch yo'qotishi mumkin. Agarda yo'qotayotgani aniq. Mana bu o'yinda yana qo'shimcha vaqt belgilanadigan bo'lsa, hujum davom etadi. Bu safar o'yindan tashqari holat yo'q. Barselona futbolchilari raqib jarima maydonchasi yaqinida. Yana bir zarba yo'q. Casillas osonlik bilan to'pni egallab olmoqda. Ko'p kuch yo'qotishiga sabab, misol uchun mana ko'rdik, 5 ta futbolchi jarohatlangan va ular safda bo'lganda Carlo Ancelotti tarkiblarni o'zgartirib, La Liganing keyingi o'yinida ham boshqacharoq tarkib tushirib dam olish imkoniyati bo'ladi. Hozir imkoniyati yo'q Realda. Barselona-ku Yevrokuboklarda qatnashmayapti va bor kuchini bugun finalda tashlab ketishi mumkin. Real bor kuchini tashlab ketsa, La Liga o'yini, keyin Chempionlar Ligasi o'yini haqiqatdan ham bu yerda murakkab vaziyat. Jarohatlanganlarning hammasi ham safga qaytishga tayyor emas. Alves. Messi jarima maydonchasi ichida to'pni sheriga yetkazib berdi. Real himoyachilari hozir katta qiyinchilik bilan xavfni bartaraf etishdi. Endi esa Real jamoasi a'zolari tezkor qarshi hujum. Bale o'tib keta oladimi? Bartra ulgurmadi. Bale. Xavfli vaziyat. Zarba, gol. Gareth Bale Bartradan o'tib ketdi va darvozabonni ham dog'da qoldirmoqda. Uchrashuv yakunlanishiga 6 daqiqa vaqt qolganda Bale o'zini ko'rsatyapti. Murod aka, hozir Bale qanaqa gol urdi? Futbolda bunaqa gol kamdan kam urish mumkin. Qanotdan, chiziq yonidan to'pni boy berayotgan joyida tezlikda imkoniyatni boy berayotgandek tuyulib yetib oldi va bir o'zi jarima maydonchasiga kirib borib to'pni darvozaga yo'lladi. Real yana o'z uslubida gol urmoqda. Keling tomosha qilamiz. To'pni raqiblariga berib qo'yishdi. Contrao, Bale va Bartra. Mana bu yerda qanaqasiga o'tib ketdi Bale? Bu yerda bilasizmi, Bartra ishonchni yo'qotdi. Yetib olish ishonchini yo'qotdi. Bale esa oxirigacha mana
e'tibor bering, oxirigacha kurashni davom ettirmoqda va Bartradan o'tib ketdi. Va Garet Bale menimcha super gollaridan birini uryapti. Katta turnirlarda katta g'alabalarni Bale hali ko'p qo'lga kiritmagan va agar bugun qo'lga kiritadigan bo'lsa, uning eng faoliyatidagi asosiy unvonlaridan biri bo'ladi. 86-daqiqada o'yin tugashiga oz fursat qolmoqda. Asier Ilyaramendi maydonga tushadi. Tayanch yarim himoyachisi kimning o'rniga? Isco bo'lsa kerak, sariq kartochkasi bor. Yo'q, Di Maria. Bu menimcha keyingi o'yinlarga murabbiy Di Mariani ayamoqda. Ilyaramendi maydonga tushirilmoqda. Angel Di Maria o'rnida harakat qiladi. Vaqt juda oz qolyapti. 4 daqiqa. Va Bartra. O'yin qahramoni bo'lishi mumkin edi Mark Bartra, ammo hozirgi Bale'ni e'tibordan chetda qoldirgani uchun endi tanqid ostiga ham olinishi mumkin. Mayli, 87-daqiqa Barselona hujumga otlanmoqda. Alexis Sanchez hozir butun hujumkor kuchi Barselonani oldinga tashlangan, maydonga tashlangan va mana bu yerda e'tibor bering. Qarshi hujumga yana Real o'tib ketmoqda. Isco yiqildi. Yo'q, Mateo Laos endi bunday vaziyatlarga e'tibor qaratmaydi. Yonchiqdan to'p tezda o'yinga kiritilmoqda. Iniesta mana endi Barselona tezlashishga majbur. Yana bir bor qarshi hujumga Real o'tib ketmoqda. Garet Bale tezlikni oshirdi. To'pni Karim Benzemaga yetkazib bermoqda. Benzema jarima maydonchasi ichida raqibni aldadi, zarba berdi. Pinto qutqardi. Benzema esa o'zining navbatdagi imkoniyatini ham qo'ldan boy berdi va o'z odatiga muvofiq o'ynadi desa ham bo'ladi. Chunki so'nggi paytlarda u haqiqatan ham vaziyatlardan ura olmayapti. Pas beryapti, gol kamayib ketdi. Yonchiqdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Barselona futbolchilari bu ishni amalga oshirishadi. 308 xavfli hujumlar borasidagi statistika 3 ta Barsada ekan, 8 ta Realda. O'yin qoidasi buzildi, sariq kartochka bu yerda. Hozir Real futbolchisiga ko'rsatiladi. Ikkita futbolchidan o'tib ketgan edi. Messi va uni qo'li bilan to'xtatib qoldi. Kim? Xabi Alonso. Isco o'yin qahramonlaridan biri. Juda katta hajmda ish bajardi. Sezgan bo'lsangiz, Murod aka raqibdan to'pni olib qo'yib, birinchi to'p uzatilishi orqali tezkor futbolchilarni oldinga tashlashdi. Bugun Isco eng faol bo'ldi. Albatta. Lekin ko'proq hujumlarni tashkil etishda, raqib himoyachilarini dog'da qoldirishda baribir Garet Bale birinchi bo'limda ham o'zini ko'rsatgan edi va hozirgi vaziyatda ham. Uning o'rniga, Isconing o'rniga Casemiro tushdi. Yana tayanch zonasi, maydon markazini kuchaytiryapti Ancelotti. Neymar to'pni orqaga qoldirdi. Alves to'p jarima maydonchasi ichida. Pepe to'pni qaytardi. Yonchiqdan to'p tashlab beriladi. Katta kuch bilan Barselona endi oldinga qarab boryapti. Yana bir bor Yonchiqdan. Alvesning o'zi to'pni tashlab beradi. Messi maydon markazida sherigini topdi. Xavi, yaxshi imkoniyat. To'p darvoza ustuniga tegmoqda. Bunaqasi lekin Casillas hatto hayotida qanday o'yinlar ko'rmadi bu inson. Hozir darvoza ustunini borib minnatdorchilik bildirgandek bo'ldi. Neymardan omad yuz o'girdi hozirgi vaziyatda. Darvozabon bilan yakkama-yakka qoldi Neymar. Qanchalar vaziyatlarni golga aylantira olmayapti bu futbolchi. Hozir esa haqiqatan ham omad ochiqchasiga yuz o'girdi Barselona futbolchisidan. Benzema o'rniga Varan. Mana endi tasavvur qiling, agar hozir misol uchun Barsa gol uradigan bo'lsa, Real qo'shimcha 30 daqiqani deyarli hujumchisiz o'tkazadi. Faqat himoyachi va tayanch yarim himoyachilar qolmoqda. O'yinni davom ettirish mumkin deb ko'rsatmoqda Mateo Laos. Leo Messi to'p bilan Barsa bosimni kuchaytirmoqda. Ajoyib to'p uzatilishi, lekin davomi bo'lmadi chunki bu yerda Pepe aniq o'ynadi. Tan olish kerak, sariq kartochka olgandan keyin Pepe butunlay o'zgardi. Full ishlatmay qo'ydi deyarli va qanchadan qancha to'plarni qaytaryapti.
Real qarshi hujumda. Luka Modric oldingi yo'q bu Modric albatta. Qaysidir vaziyatda Coentrao'ga ham o'xshab ketdi. Uchrashuvga 3 daqiqa qo'shib berildi va hozir yana Dani Alves o'zini ko'rsatdi. Bu yerda Modricda ham ayb bor albatta. Mana o'sha holat. Qoyil lekin sovg'adan foydalana olmadi Neymar. Xavi to'pni yetkazib bergan ekan. Juda ham yaxshi imkoniyat qo'ldan boy berildi. Ikkinchi bo'limda Barselona ustunlik qildi, lekin qarshi hujumda baribir o'tkazib yubordi. Ikkinchi bo'limning ikkinchi qismida. Coentrao. Ikki daqiqa qolmoqda uchrashuv tugashiga. Hali hujum bo'ladi, o'ylashimcha hali hujum bo'ladi. Va u mana boshlanmoqda. Chap qanotdan Barselona oldinga intilmoqda. Xavi. Leo Messi. Xavi. Messining o'zi ochilishga harakat qildi. Xavi o'ng qanotga to'pni yetkazib berdi. Dani Alves. Dani Alves yanada o'ngroqqa Alexis. To'p maydonni tark etdi. Out Barsa foydasiga. Ilya Mendining ham mana ushbu vaziyatda ancha foydasi tegdi. Dani Alves yuqoridan yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Pepe to'p yo'nalishini o'zgartirdi va qaysidir ma'noda qutqardi. Chunki Neymar u yerda bosh bilan zarba berishga tayyor edi. Qanday yakun? 1 daqiqa qolyapti. Pinto, bu final. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Pinto darvoza yaqiniga yetib keldi. Mana bu yerda hozir Pinto qaytishi kerak. Qaytdi, ulgurdi. Yonsiqdan to'p tashlab beriladi. Barselona futbolchilari so'nggi kuchni, so'nggi imkoniyatdan foydalanish uchun ham hozir oldinga qarab borishmoqda. Pinto joyiga qaytdi. To'p jarima maydonchasi ichida. Casillas to'pga chiqmoqda. Ikki futbolchi o'zaro to'qnashib ketishdi. Yerda Ramos va Casillas edi. Messi yana bir urinish, yana to'p qaytarildi. Va Real jamoasi a'zolari qarshi hujumga o'tishmoqda. Bale. Yon chiziqdan to'p o'yinga kiritib beriladi. Vaqt esa tugadi. Out tashlash imkoniyatini bermadi hakam. Demak, Real Madrid Ispaniya Kubogi g'olibiga aylanmoqda. Gareth Bale haqiqatan ham uchrashuv qahramonlaridan biri. Cristiano Ronaldo juda ham xursand. Real jamoasi a'zolari bir-birlarini tabriklashmoqda. Mana o'sha qahramon qanday masofani bosib o'tdi, qanday qilib o'tib ketdi va Real jamoasi muxlislariga ajoyib g'alabani taqdim qilmoqda. Gareth Bale o'yin qahramoniga aylandi. Ronaldo garchi bugungi uchrashuvda qatnashmagan bo'lsa ham, lekin mana shu finalga jamoa yetib kelishiga o'zining ulkan hissasini qo'shdi. Jamoaning asosiy to'purari barcha musobaqalarni hisoblaganda va Real Madrid kubok to'qnashuvida Barselonadan ustun keldi. Carlo Ancelottining Madrid boshchiligida erishayotgan birinchi katta g'alabasi. Yaxshi kayfiyat bilan endi ular Santiago Bernabeuda Bavariyaga qarshi maydonga chiqishadi. Barselona jamoasi esa ketma-ket 3-uchrashuvda mag'lubiyatga uchramoqda. Ronaldoning xursandchiligi va albatta hamma Bale'ni birinchi navbatda tabriklashyapti. Gareth Bale, chunki u eng muhim pallada o'z hayajonini yengib o'tdi. Bale'ning super futbolchi ekanligini hamma biladi. Realga o'tib jamoaning asosiy to'purarlaridan biri va jamoaning asosiy assistentlaridan biriga aylandi. Lekin baribir salgina hali